Uzun marketda nega sotuvingiz yo'q? Bugun shu videoda 7 ta asl sababini ko'rsatib tahlil qilib bermoqchiman. Men Munisa Normuratova 6 yillik tajribaga ega marketplace'larda ekspertman va mana shu yillar davomida o'quvchilarimizni qilgan xatolari, o'zimizni tajribalarimizdan kelib chiqib, nega sizda sotuv bo'lmasligini 7 sababini tahlil qilib beraman. Agar uzun marketda yoki boshqa marketplace'larda sizda sotuv bo'lmayotgan bo'lsa, ayb tovarda emas, sizni tovar sotish strategiyangiz noto'g'ri ekanligida. Videoda ko'rsatib o'tayotganlarim ayrimlari siz uchun tanish holatdir, lekin batafsil ko'rib o'rganib olsangiz, tovaringiz savdosi oshishiga va sizga xarajatlar kamayib, foyda ko'proq qolishiga yordam beradi. Birinchisi, noto'g'ri tovar tanlangan. Marketplace'larda o'ziz yoqtirgan tovarni emas, marketplace'da yetishmayotgan tovarlarni tahlil qilib sotuvni yo'lga qo'yishingiz kerak. Yangi boshlovchilarda juda ham ko'p eshitaman. O'rganish uchun yoki tajriba orttirish uchun sotuvni yo'lga qo'yib ko'rmoqchiman deyishib, o'zlari yoqtirgan tovarlar bilan boshlashadi. Bunday holatlarda sotuv pastligi yokida foyda olib kelmasligi yangi kirganlarni marketplace'ga bo'lgan qiziqishlarini kamaytirib boradi. Ikkinchisi, narx strategiyasi noto'g'ri. Ba'zi hollarda narxni juda ham baland qo'yasiz va xaridorni qochirasiz. Ba'zi hollarda narxni juda ham sifatsiz, ya'ni arzon narxda belgilaysiz. Bunday holatlarda zarar bilan chiqasiz. Narx qo'yayotganingizda raqobatchilarni tahlil qilgan holatda va xarajatlaringizni unutmagan holatda belgilashingiz kerak bo'ladi. Albatta, unit ekonomikani keyingi darslarda batafsil tushuntiraman. Uchinchisi va eng muhimlaridan biri fotosurat yokida tavsifda to'liq ma'lumot berilmaganligi. Albatta, marketplace'lardan xarid qilayotgan xaridorlar sizni tovaringizni qo'li bilan ushlab ko'rish imkoniyatiga ega emasliklarini ham inobatga olishingiz kerak bo'ladi. Ular faqat rasmga va siz bergan tavsiflarga ishonishadi va shu o'rinda muhim deb bilganimni aytib o'taman. Albatta, marketplace'larda, Uzum yoki boshqa platformalarda xaridorlar birinchi navbatda sizni tovaringiz uchun emas, siz berayotgan tovar kartochkasi va emotsiyangiz uchun to'lov qilishadi. Har doim tovar kartochkalaringizni xaridor tomonidan, ya'ni tashqi tomondan yaratilgandan so'ng ko'rib, xatolarini konkurentlaringiz bilan solishtirgan holda analiz qilishni unutmang. To'rtinchisi, SEO va kalit so'zlar. Uzun marketda SEO aynan qaysi etapida o'qiydi? Ko'pchilik buni bilmaydi. Aynan uzun marketda nazvaniya va opisaniyada SEO optimizatsiya va kalit so'zlar ishlaydi. SEO o'zi nima, kalit so'zlar nima ekanligini bilishni xohlasangiz, YouTube'dagi video darslarimizni ko'rib chiqing. Kalit so'zlar ishlamaganligi oqibatida sizni tovaringiz yoki shunga o'xshash tovarlarni izlashganda, kalit so'zlari yaxshi ishlayotgan tovarlar yuqorida ko'rinadi, sizni tovaringiz bir joyda qotib qoladi. Sotilmayotgan tovarlaringizni aynan shu jihatlarini o'zgartirib turishni unutmang. Beshinchisi, sharhlar, ya'ni odzivlar. Bu покупательni, ya'ni xaridorni ishonchini yo'qotadi. Bunday hollarda reyting ko'tarish va sharhlar yig'ishni alohida o'zini strategiyalari bor. Oltinchisi, reklama siz uchun noto'g'ri ishlayotganligi yoki umuman reklamasiz ishlash. Har doim marketplace'larda va uzun marketda almashib turadigan o'zini aksiyalari va reklamalari mavjud. Aynan o'zingizga mos reklamalarni topib olgunizcha, har biridan alohida foydalanib ko'ring. Reklama yoqqaningizdan so'ng siz uchun qachon ishga tushishi va o'zini muddatini alohida to'liq video darslarda o'rgataman. 7-chi va eng muhimi, omborda tovarlar yetishmovchiligi, ya'ni yetkazib berish kamligi. Agar sizni tovaringiz omborda kamayib borsa, sizni reytingingiz tushib borishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik kamayayotgan tovarlarni reklamalar narxlarini arzonlashtirilgan holatda sotishni xohlashadi. Aslida bu yerda muammo sizni tovarlaringiz omborda kamayib borayotganligi va shu sababdan reytingni pastga qarab qilayotganligi bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, sotuv yo'qligi tasodif emas. Aslida siz ishlatayotgan strategiyalarni umuman yo'qligi yokida noto'g'ri ekanligida. Bularni har birini tuzatish mumkin. Albatta, buning uchun sizga yetarli bilim va qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Agar bu 7 strategiyani aynan qaysi biri sizda noto'g'ri ishlayotganligini bilishni istasangiz, bizni mentorlik kurslarimizda shaxsan men bilan magaziningizni yangidan boshlashingiz yokida ishlab turgan magazinlaringizni tahlil qilishingiz mumkin. Biz bilan bog'lanish mumkin bo'lgan silkalar va raqamlar aynan video opisaniyasida va kommentida qoldirilgan. O'zingizga qiziq bo'lgan savollarni kommentda yozib qoldirishni unutmang. Agar sanab o'tganlarimni qaysidir sizga ishlamayotgan bo'lsa, izohlarda aynan shu raqamni yozib qoldiring.